Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bugun Aslanboy boshlovchini to'ylaringizga taklif qildilaring. Sizlarni ko'rib turganda bag'oyatda juda ham xursandman. Endi bemalol savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Oziq-ovqatlarimizdan mazza qilib tanovvul qilishlaring mumkin. Savollaring bormi menga? Bemalol savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Meni savolim galstukning naushnikingga qarab bir-biriga ayting naxuy deyapti-yu nimaga? Endi bo'lishi mumkin. Aka, bu hozir 2025-yil. Siz buni harf stil deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu harf stil emas. Bu hammasi aks holda. Stil 2025-yil juda ham qiziq mavzularga boy yil bo'ldi va shuning uchun ham shunaqa stil hozir nomerada. Voy Aslanboy bormisiz? Shu desiz biz bitiruvchimiz. Shu bitiruvchilarga motivatsiya bersiz. Bitirganimizdan keyin bizni nimalar kutyapti? Mana bitiruvchilarni so'ksa bo'ladi, chunki ular maktabni bitirdi naxu. Endi jallab rabataga naxu. Ishakda ishlash kerak. Bitiruvchilarni so'ksa bo'ladi jallab. Ishak bo'lib ishlaydi endi bitiruvchilar. Aslanboy, hayotingizda hech PUBG o'ynab ko'rganmisiz? Qanaqa PUBG? Men sizga aytayapman-ku. PUBG ongni zaharlaydigan o'yin. PUBG ni o'ynab bo'lmaydi chunki ongni zaharlaydi. PUBG o'yini shunchalik ongni zaharlaydiki, ukalar bir-birini so'yib qo'ymoqda. Tushlarida PUBG ni ko'rib chiqmoqda. Mana tasavvur qiling. PUBG degan o'yin chiqqunicha bolalarimiz maktabda qanday zo'r o'yinni maktabda o'qishgan, qanday zo'r natijalar qilishgan, olimpiadalarga chiqishgan, boshqa joylarga chiqishgan, yutishgan. Hozirchi maktabga borsangiz hamma PUBG o'ynayapti. Nima bu ahvol? O'zbekistondan yo'q qilish kerak PUBG ni. Kerak emas bizga PUBG. PUBG. O'zbekistonda hech kim PUBG o'ynamaydi bugundan boshlab. Uyat, ota-onalar, iltimos, bolalaringizga ozgina bo'lsa ham qattiqroq bo'ling. Qattiqroq bo'lish kerak bolalarga. Ular sizlardan maktabga har kuni 5 ming, 10 ming, 20 ming bering deb ovqatlanaman deb. Maktabda ovqatlanmasdan hammasi mana shu PUBG degan o'yinga danat qilyapti. O'zini sog'lig'idan kechib PUBG o'ynayapti. Nima ahvol ota-onalar? Ha, ko'p. Shuncha gapdan keyin savolam bergim kelmay qoldi.